Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qizi Instagramdagi o'z sahifasida hordiq olayotganida qimmatbaho avtomobillar fonida va VIP shaxslar uchun xususiy samolyotdagi parvozdan olingan suratlarni joylashtirdi. Keyinchalik Ortiqxo'jayevning qizi so'nggi e'lon qilingan fotosuratlarni o'chirib tashladi. Biroq ba'zi blogerlar ulardan skrinshot olishga ulgurishdi hamda ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishdi. Toshkent shahar hokimligi vakilining kun.uzga xabar berishicha, u haqiqatdan ham Jahongir Ortiqxo'jayevning qizi. E'lon qilingan fotosuratlar esa eskidir. Shu bilan birga hokimlikdagilar ba'zi shaxslar shahar hokimining shaxsiy hayotiga aralasha boshlaganidan achchiqlanishdi. Bu shaxsiy hayotga tajovuz deyiladi. Fotosuratlarni barcha ko'rishi mumkin degani. Bu istalgan shaxs uni resursida o'z maqsadlari va turlicha talqin etgan holda qo'yishi mumkinligini anglatmaydi. Ha, u tadbirkor edi va endi poytaxt hokimiga aylandi. Agar odamlar hokim poytaxt uchun qilayotgan yaxshi va foydali ishning kamida 4dan birini qilganlarida edi, unda ularda nafaqat hamma yerdan va hamma narsadan kir qidirishga, balki bu haqda o'ylashga ham vaqt bo'lmasdi. Ular o'z kuchlarini foydaliroq narsalarga yo'naltirishsin, dedi Toshkent hokimligi vakillaridan biri. E'tibor bering, Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxt hokimligiga faqat 1 yildan beri rahbarlik qilmoqda. Ilgari u mamlakatdagi eng yirik tadbirkorlardan biri edi. Umuman olganda har qanday normal mamlakatda bo'lganidek, tadbirkor qimmatbaho avtomobil, uy va hokazolarga egalik qilish huquqiga egadir.